Crazy TV taqdim etadi. Bizni YouTube va Telegram kanallarida kuzatib boring. Jahon. Nima bo'ldi? Yaxshimisan? Nima bo'ldi? Bosqinchilik holati qayd etildi. Nima? Men uni yashirincha ko'raman, chunki siz menga ishonmaysiz. Voy, yordam bering. Yaxshimisiz? Siz kimsiz? Keling gaplashib olamiz. Qoching, chetga o'ting. Meni urdingizmi? O yo'q. Voy azizim. Azizim yaxshimisan? Nega menga bunday qilyapsiz? Kechiring dedim-ku. Nega meni hayotimga bunday qilyapsiz? Qattiq urmadimi? Azizim, ko'ring-chi. Oy yo'q, menga kesilib. Endi o'g'limga nima bo'ladi? Haligi bu qattiq o'ryaptimi? Yaxshimi? U meni rosa qattiq urdi. Miyam portlab ketdi deyapti. Men kasalxonaga yotishim kerak o'xshayapti. Hayotim, kasalxonaga. Hozir ketsa bo'ladimi? Ha, ketishinglar mumkin. Men unga hech qachon tegmadim. U o'zini o'zi urdi. U unga tegmadim deb aytayapti-yu. Menimcha tushunmovchilik bo'ldi shekilli. Bu to'g'ri. O'g'limiz hech qachon bunday qilmagan. U shu kungacha do'stlari bilan birontasi bilan urushmagan. Ha, hamma xuddi shunday deydi. Qanday bo'lmasin, u xato qilganga o'xshaydi. Nima? Jihun nima xato qildi? Yordam beraman deb aralashgani bu xatomi? Bu ba'zida sodir bo'ladi. Birinchidan, kimdir jarohat oldi va ayolning guvohligi talabanikidan farq qiladi. U hududda hech qanday kameralar yo'q. Xavfsizlik ham yo'q va guvohlar ham yo'q. Muammoni kattalashtirmasdan ular bilan kelishib olinglar. Agarda kelisha olmasanglar, talaba oxiri jabr ko'rishi mumkin. Kanmina bilan Jihun qayerda ekan? Ular hech qachon darsni qoldirishmas. Men ham hech narsa eshitmadim. Kecha birga edilar-ku. Hammasi yaxshi edi, hech narsa yo'q edi. Bo'ldi, Jihun politsiyaga tushib qopti. Nima? Men yuradan eshitdim. Xo'sh, yigitga nima bo'ldi? U kasalxonaga yotqizildi. Miyasi chayqalgan ekan. Rostdanmi? Xo'sh, endi Jihunga nima bo'ladi? Menimcha bu Jihunni yakuni bo'lsa kerak-da. Bu nima degani? Nega Jihun politsiyada? U hozir tashqarida bo'lsa kerak. Er-xotinni urushiga aralashib, yigitni kaltaklagan. Yolg'on. Siz qayerdan bilasiz? Men oilamning aloqalari juda ham ko'p-da. Reklama kompaniyasi ham juda ham og'ir ahvolda. Ular Jihunni ular chetlatib yuborishmoqchi. Jihun endi ularga kompensatsiya to'lash kerak bo'ladi. Bir dunyo pul berish kerak-ku. Jihun oilasi boymi? Bu mutlaqo bema'nilik. Buni eshitishimizni kerak yo'q. Ketdik. Ko'ramiz kim haqligini. Jun shunday qilgani rostmikin? Jinnimisan? Jihun hech qachon unday qilmaydi. Jihun yo'qligiga qaraganda, bu butunlay yolg'on emasga o'xshayapti. Bo'lar, bunga qaranglar. Bu oxir rost ekan. Qaranglar, maqola ham chiqibdi. Maktab formalarining modeli janob A hujum qilgani sababli sudga berilgan. Kechki hujumning aybdori janob A maktab o'quvchisi bo'lib chiqdi. Jabrlanuvchi janob B kelishuvni qattiq rad etyapti. Oy, nima bo'ldi? Nega qo'ng'iroqlarimizga javob bermayapsan? Kechiringlar, shunday vaziyat bo'lib qoldi-da.
O'zi nima bo'ldi? Maqolalarchi? Rostini aytsam, nima? Ular aqldan ozganmi? Ular firibgar emasmi? Undan keyinchi biz kelishib olishimiz mumkin, ammo bo'lmasam sud bo'ladi. Sen ular bilan kelishmoqchimisan? Sen hech qanday xato qilmading-ku. Hattoki kelisha olmayapmiz ham. Dadam bilan ayam kasalxonaga ketishdi, ammo ular ko'rishishdan bosh tortishyapti. Ular albatta firibgar bo'lsa kerak. Bilmadim, nima bo'lsa ham hech qanday dalilimiz yo'q. Nimagadir baliq hidi kelmayaptimi? Baliq? Qanaqa baliq? Agar ular firibgar bo'lsa, ular pul so'rash kerak. Ammo ular kelishuvdan bosh tortishyapti va juxunga yopishib olishgan. To'g'ri, ularga pul emas. Aynan sen. Seni xayolingga bironta odam kelmayaptimi? Hay, Sunjixon, qarab turasan. Bir kun kelib seni oyog'imga tiz cho'ktirishga majbur qilaman. Ko'z oldimda qanday yig'layotganingizni ko'raman. Hoy, mumkin emas. Yo'q, biz haddimizni oshib ketmayapmizmi? Biz oddiy o'rta maktab o'quvchimiz-ku. Nima bo'lsa ham harakat qilib ko'rishimiz kerak. Shunday o'tira olmaymiz-ku. Kim sizlar? Biz Jixun tufayli keldik. U sizga yordam bermoqchi bo'lgan talaba edi. Nima? U yordam berishga harakat qildimi? U odamni nogiron qilib qo'ydi-yu. Siz kimsiz? Nima, sevgilisimiz siz? Birinchi uchrashuvdan ham qo'pollik qilyapsiz. Jixun hech qanday xato qilgani yo'q. Eshitdik, u o'zini o'zi uribdi. U shunday dedimi? Bo'lmagan gap. Ikki oilalar ham qamoqqa tushginglar kelyaptimi? Yo'q, haligi bu tushunmovchilikni qanday qilib bo'lsa ham bartaraf etaylik degandik-da. Yetarli. Bir guruh qo'pollarga gapiradigan boshqa gapim yo'q. Ishonch bilan ayta olamanki, biz uni albatta qamoqqa tushiramiz. Bekor bordikmikin? Ular jahldor ekan. Endi nima qilamiz? Hali jahlim chiqqani uchun kechir. Ammo bir narsani his qilyapman. Bu qiz nimagadir g'alati. Buni intuitsiyam bilan sezdim. U Jixunni qamoqqa tushishni xohlayapti. Men uni ko'rib chiqishim kerak. Siz aytgandek, u haqida bir narsa bor. 그자 냄새가 좀 나. 이거 좀 봐봐. Ko'ryapsanmi? 뭐야? Bu nima? Bu Goray Xanyuraning kompaniyasi. 회사잖아. Bilgandim. Jixun ham Xanyuradan shug'ullanayotganini aytgandi. Bundan Xanyuraning zoshi. Demak, Xanyura buning orqasida turgan bo'lishi kerak. Uni Jixun rad etgani uchunmi? To'g'ri, bu aqldan ozgani o'zi. 신증은 100%. Men ham 100% aminman, ammo dalilimiz yo'q-da. 네. Salom. Yaxshimisiz? Gujun oppa, yaxshimisiz? Ha. Nimani ko'ryapsizlar? Haligi biz do'stimizga yordam berishga harakat qilyapmiz-da. 오빠가 Men sizlarga ajoyib narsani ko'rsataymi? Nima? 기술 좋지. Mashhurlarning ko'pi shu ish orqali qo'lga tushishgan. Mana, siz so'ragan jurnal. Men band ekanimni ko'rmayapsizmi? Shu yerda qoldiring. Xo'p, xonim. Hoy. Menga suv olib keling, tezroq. Xo'p.